Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Yaxshi niyatda, xuddi shunaqa xonadonlarda qurdingiz. Tashqarida bemalol yurish uchun, shuni optoga chiqsangiz, qizib ketmasligi uchun, oilangiz bilan xotirjam hamdaqangi so'rilarda o'tirish uchun 2026-yilda Lexanli naveslarda lazerli fason qilib ustunlarini, stoykalarini baquvvat qilib berish necha pulga tushyapti akalar? Bittadan like bosgan odamga hammaga xuddi shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Akalar, bunaqa xonadonni menga olsa bo'laveradi? So'radi, ha. So'raydi. Bu xonadonni dizayni ham boshqasidan ham ko'ra menga qurilayotgandagi niyati yo'qdi akalar. Nimaga? Oila uchun, maksimalniy oila uchun qurilgan. Erkak kishi o'zi ko'chada yuradi, qaranglar. Faqat oilasini, ahli ayolini o'ylagan, bitta shipirib tozalab qo'yadi, so'rilarda maza qilib o'tirishadi. Bittadan like-ni bosgan bo'lsalaring, biz usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bu yerga qanaqa fasonda qilib berdilar? Bunda aka hozir navesimiz lazerli fason. Ustiga Lexan yopib berganmiz. Lexan. Bu navesimizning uzunligi 14 metr, eniga 4,5 metr. 14 metrga 4,5 metr. 450 mingdan qilib berganmiz kvadratini. 28 millionga. 28 millionga tushgan. Xo'p aka, naves qildirayotganda odamlar nimaga e'tibor berish kerak? Ustani chaqirdi, ustani gapini eshitdi. O'sha ustani gapini eshitgungacha nimani bilib olish kerak odamlar? Ustani bu materiallarda aka qalinligi 1.7 tika bo'lgan. Material farqiga borib olish kerak. Necha stoykada so'rash kerak. Shunaqa bu ikki qavatli profil chatgan o'rtasiga lazer gul qo'yib bergan ustuniga ham. Aka, bu lazer gulni qo'yish shartmi yo qo'ymasa ham bo'ladimi? Qo'ysa ham chiroyli chiqadi, ham baquvvat bo'lib chiqadi. O'rtada beradi-da bir-biriga, sviyaska bo'ladi. Shunaqa firma bo'lib qoladi. Xo'p, aka, necha xil naves turlarini qilib berasiz? Faqat Lexanmi? Lexanning ham varianti bu hozirgi Lexanning varianti, shumkali varianti ham bor. Shumkali, bu oddiy variant. Bu eski variant. Mana oddiysi mana shu. Shunga o'rtasiga falga qo'yamiz. Mumkin DVP qo'yib beramiz. Oq DVP. Xuddi shuni tagiga falga bilan DVP qo'yib bersalaring shumkali bo'ladi. Shumkali degani nima? U ovoz eshitilmaydi. Ovoz eshitilmaydi, issiq sovuqni ushlaydi. Ushlaydi. Zo'r. Akalar, hammamizga xuddi shunaqa uylar nasib qilsin. Bittadan like bossalaring, sizlar ham mashilda o'zida xudo xolasa shunaqa uylarni nasib qilib, ota-onalaringga naveslar qildirib berish nasib qilsin. O'zbekiston bo'ylab ishlayverasiz-a? O'zbekiston bo'ylab o'rnatib berilaveradi. Buni aka necha puldan qilib berdingiz bu yerda? Bu joyda 450 mingdan qilib berdik. 450 mingdan. Eng arzoni mana shumi, undan ham arzoni bormi? Lexan varianti. Yo'q, Lexanlarda mana lazer bo'lmasa, esgul qo'yib beramiz. Shularda arzonroq qilib berilaveradi. Ular arzon. Lazerli variantda bular. Xo'p. Shunchalilar arzon necha pul? Ularda 280 mingdan ketaveradi. Ketaga qarab 280 mingdan aya qarab ketaveradi. Butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladimi yo bunaqalar vodiygan? Yo'q, butun O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. Kelishiladi. Qatta bo'lishadigan bo'lsa, necha kunda o'rnatib berasizlar aka? Shu 10 kun, 15 kunda o'rnatib beriladi. 10 kun, 15 kun ichida tayyorlab olib borib hamma yo'q. Bu narxlar ichida nima-nimalar kiradi? Bu narx ichida bizga hamma material o'zimizdan. O'zlaringdan. Shu uyda egasi borganimizda shu 2 kunda o'rnatib beriladi. 2 kunda o'rnatib. Shunda yotoq joy, oziq-ovqat qilib berilsa bo'ladi. Oziq-ovqat qilib bersa bo'ldi. Material usta haqqisi, dastavkasi, ustanovkasi, kiram bo'lsa, kirani hamma o'zlaringdan. Hammasi o'zimizdan. Hammasi o'zlaridan ekan. Akalar, kimga shunaqangi 2026-yilda ishlaringga javob berasizlar aka? Ishimizga javob beraman. Ko'rib turganingizdek, yaxshi chiqqan, chiroyli naves. Akalar, bittadan like deb bosamiz. Kim shunaqa usta oqtarib yurgan bo'lsa, tezda jo'natib qo'ysalaring. Kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Doimiy shunaqangi arzon ustalar qo'yib boramiz, aloqaga chiqaverasizlar.